Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh. Azizlar, xudo xolasa yangi mavsumda birinchi reysini o'zim olib ketishlikka qaror qildik. Xudo xolasa sizlarga bu har bir reyslarimizni, hojilarimizni qanday ibodat qilishyapti, qayerlarda yuribdi, qanday ketishyapti, qanday kelishyapti, hammasini chiroyli tarzda video rasmlar qilib tashlab berishga harakat qilamiz. Mana xudo xolasa Toshkentdan uchyapmiz. O'zim 14 kun birga bo'laman. Mana bu joyda 3-4 ta hoji akalarimiz kuzatishyapti. Mana Toshkentdan Madina Munavvaraga o'zimiz birgalikda men o'zim yetib keldik sog' salomat. Bu yerda avtobuslarimiz ham tayin qilingan, hojilarga shart-sharoitlar chiroyli qilib aeroportdan chiqishiga tayyor qilib qo'yganmiz. Xudo xolasa avtobusga o'tiramiz, yotoqxonaga boramiz. Xudo xolasa sharoitlarimiz yaxshi. Sizlarda ham mana shunday chiroyli holatlarda umra qilishlik, ibodat qilishlik, ziyorat qilishlik, sayohat qilishliklarda fikrlari uyg'onsa, albatta bizlarga murojaat qilinglar. Biz sizlar uchun xizmat qilishga doim tayyormiz. Ekranda telefon raqamlarini qoldiramiz. Xudo xolasa yotoqxonalarimizni ham hammasini to'liq tushuntiramiz. Hozirgi yotoqxonamiz Madina Zahabiy. Mana shu yo'lda bu beti yotoqxona bo'lsa, bu tomoni Masjidi Nabaviy. Mana Masjidi Nabaviyga shunaqa duo qilib kirinadi. Parvardigor bizlarga Masjidi Nabaviy eshiklarini ochganing kabi rahmat eshiklarini ochgin deb kiriladi. Xudo xolasa Madina ziyoratlarimiz bor. Hammasini biz bosqichma-bosqich videolarni tashlaymiz. Azizlar, bu YouTube kanallarimiz bor edi. Hozir yangiladik, yangi ochdik YouTube kanalimiz. Hadicha bloglanib qolib, yangi kanal ochamiz. Azizlar, sizlardan bitta iltimos, mana bu videolarni Telegram kanaliga tashlaymiz. Sizlar YouTube kanalimizga kirib, bittadan like bosib, YouTube kanallarimizga obuna bo'lib qo'yasizlar degan umiddamiz. YouTube kanaliga obuna bo'lsanglar, biz YouTube'ga joylagan sara videolarimiz birinchi bo'lib sizlarga boradi. Shuning uchun azizlar, YouTube kanaliga obuna bo'lib, mana Telegramda 1000 ta atrofida obunachimiz bor. Mana shu insonlar hammasi YouTube kanaliga obuna bo'lib qo'ysa, sizlar ham mana bu videolarni, sara videolarni albatta YouTube kanaliga tashlaymiz. Muntazam kuzatib borasizlar. Alloh taolo nasib qilgan bo'lsa, sizlar ham kelsanglar, biz ham sizlarga chiroyli darajada Alloh qodir qilgandek xizmatlarni qilamiz. Inshaalloh. Kim biza bu YouTube kanallarimizga obuna bo'lib qo'yganlarni Alloh taolo ikki dunyosini saodatli qilsin. Mana shu joylarda ibodat qilishlik nasib qilsin. Yurtimiz tinch bo'lsin. Yurtboshimizga rahmat, hammalarga rahmat. Sog' salomat bo'linglar.